Hurmatli Prezidentimiz tomonidan hududlarni rivojlantirish bo'yicha mahalliy hokimliklarga bir qator vazifalar qo'yilgan. Jumladan, Jondor tumani hokimligi tomonidan ham 2026-yilda $210 million miqdorida investitsiyalarni jalb qilish reja qilib o'zimizga belgilab olganmiz. Hozirgi kunda $120 million investitsiyalarni jalb qilganmiz. Shuningdek, yil boshida kambag'allik darajasi tumanimizda 8% bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda kambag'allik darajasini 2% ga tushirilishiga erishdi. Bundan tashqari, mana hurmatli Prezidentimiz tomonidan qo'yilgan asosiy vazifalardan bittasi bu yoshlar bilan ishlash. Yangi mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarimiz, maktab bitiruvchilari, kollej bitiruvchilari bilan ishlash bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari, yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha mana o'zimizga joriy yilda 20 mingdan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha rejalarni belgilab olganmiz. Qurilish sohasida ham bir qator ishlarni amalga oshiramiz. Jumladan, mana ko'p qavatli uylarni qurish bo'yicha, yangi uy-joy massivlarini tashkil qilish bo'yicha ham bu joriy yilda kamida 500 ta ko'p qavatli xonadonlardan iborat uylarni qurishni o'zimizga belgilab oldik. Tumanda mana ijtimoiy soha obyektlarida 20 dan ortiq ijtimoiy soha obyektlarini Mustaqillik bayrami arafasida topshirishni o'zimizga reja qilib olganmiz. Mana mustaqilligimiz 35 yilligi arafasida hurmatli Prezidentimiz tegishli farmonlari bilan davlat mukofoti bilan taqdirlandik. Bu o'zimiz uchun avans deb bilamiz. Manboshchilik, jondorliklar uchun avans deb bilaman. Hammamizga mana shu kirib kelayotgan mustaqillik bayramlaringiz muborak bo'lsin.